Murat bana qarabanglar. Sizni xo'p tushundik. Hozir ham ogohlantirib turibdilar. Yana buni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari, do'stlar. Bugun sizlarga Dashoz, ya'ni Turkmaniston chegarasida ochilgan Dashoz bilan chegaradosh bo'lgan bozor to'g'risida men sizlarga bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana Instagramlarda, YouTube'larda, Telegramlarda hamma joyda chegara ochildi degan videolar chiqqan, jahon bozori ochildi deb videolar chiqqan. Bunga bir qisqacha bir aniqlik kiritib o'tmoqchiman o'rtoqlar. Chunki bu videolarni butun dunyo bo'ylab o'zbeklar quvongandan ko'rib turibdi. Turkmanistondagilar ham ko'rib turibdi. Instagram kuzatadi o'rtoqlar. Hozir men mana bozorga kelganman. Galing yaxshisi yaqindan tanishtirib o'taman. O'rtoqlar, bozorga kirdik. Bozorga kelishimizda oldin chegara posti bor. Ya'ni har bir fuqaroni girishini oldin pasportlari, Zagran pasport yoki bo'lmasa O'zbekiston pasporti, ya'ni ID kartalar bilan girib turibdilar bozorga. Bozorga girishda g'o'k pasport bilan girishingiz mumkin. O'zlarimizni g'o'k pasport deb aytamiz tilda. Yoki bo'lmasa Zagran pasport, chetga chiqib ketadigan pasport. Yoki bo'lmasa birgina o'sha chetga chiqib ketadigan pasportingizni ko'tarib kelsangiz ham bo'ladi o'rtoqlar. Biz shu araga girishimizda svet o'chib qoldi. Ko'plagan insonlar shu yerda turib qoldi va shu arada xalqimizga yaxshi bir manfaatli bir ma'lumot berish uchun kiber xavfsizlikni bolalari kelib, mana hozir Telegram orqali vizdon bo'lyapti. Odamlarning akkaunti, odamlarning kartalari, telefonga ulangan sim kartalari, pullari vizdon bo'lib turibdi. Shu haqida kiber xavfsizlikni bolalari ma'lumot berib o'tdi. Mana videoda ko'rib o'tishingiz mumkin, eshitishingiz mumkin. Iltimos, ogohlikka chaqiramiz. Plastik kartalaringizdagi mablag'laringizda ehtiyot bo'lasizlar. Hech kimga SMS kodlarni, hech kimga shaxsiy ma'lumotingizni bermang. Internetda pul ko'paytirib beraman degan shaxslarga hech qachon ishonmanglar. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Sizni pulingizni ko'paytirib beraman deganlar sizdan faqat shaxsiy ma'lumotingiz yoki SMS xabarnoma kodlarni so'rash uchun sizga telefon qilib, sizning ishonchingizni giradi. Foizsiz kredit taklif qilishi mumkin sizga. Ya bo'lmasa qandaydir bir uyali aloqa operatoriman deb, ya bank xodimiman deb sizni ishonchingizni girish uchun har xil uydirmalarni o'ylab topishlari mumkin. Hech qachon ishonmanglar bu narsalarga. Malades gapi, shu fursatdan foydalanib kiber xavfsizlik bolalari ham yaxshi ishlashdi. Va svet yongandan keyin ichana girdik. Ichana girsak hech kim yo'q. Chunki 2 kun odamlar kelib ketib qaytib ketgandan keyin ochilishi ochilmasligi noma'lum bo'lib qoldi. Shuning uchun keyin bizning O'zbekiston tomonidan ochiq turibdi. Har doim ham tamojna ham ochiq turibdi, banda bozor ham ochiq turibdi. Lekin nimagadir Turkmaniston tomonidan yangilik bo'lmay turibdi, gapsiz bo'lmay turibdi, ya'ni aniqlik bo'lmay turibdi. Xudo xolasa agar mabodo ochilib qolsa, hammaga e'lon berildi, ochildi deb, kelavering deb. Lekin hammaning videolarini ko'rib, mana ko'plagan blogerlar chiqarib turibdi videolarni. Tamojna ochildi deb birisi xato informatsiya bo'lgan, birisi jahon bozori ochildi. Bu jahon bozori emas o'rtoqlar, ikki davlat o'rtasidagi neytralniy zonadagi ochilgan kichkina bozorlar bular. Biz nima foydalanib qolishimiz mumkin? Shu o'rtada yaqin qarindoshlarimiz shu bozorga chaqirib didorlashimiz mumkin. Ko'pchilik insonlar yaqinini ko'rmaganlar 15-20 yil bo'lib ketgan insonlar ham bor. Rahmat bu prezidentimizga ikki davlat o'rtasida shunday narsalarni tashkil qilib, hech bo'lmasa shuni bir didorlashga bir sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo rozi bo'lsin bu prezidentlarimizdan, bu loyihani o'ylab topgan insonlarimizdan. Keyin biz bozorni aylandik, ko'rdik, bloger bolalar bilan aylandik, rastalarni ko'rdik, hamma yer to'li, lekin odam yo'q. Qachonki Turkmaniston tomon ochiladigan bo'lsa, ana bu yer gavjum bo'ladi va bu yerda ko'plagan insonlar o'z rizqini topadi. Undan tashqari, даже avtosalonlar ham shu avtomobillarni kelib qo'ygan ekan. Katta avtomobillar kelgan, zo'r chiroyli avtomobillar. O'zi odamlarda qiziqish bor. Xudo xolasa, shu yerdagi bozorimiz rivojlansa, kuchaysa, albatta xalqimizga manfaatli bir ish bo'ladi va ish bilan ta'minlanadi. Xudo xolasa buni izi yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Yopiq bozorning ichida chiroyli hammani shunday chaqirib, chiroyli bir bozor bo'lar edi. Bu meni fikrim. Agar kimda kim shunday bir xulosa kelgan bo'lsa yoki shunday fikr kelgan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirib o'tinglar. Agar shu bozorimiz ochilsa, biz sizlarga yangiliklarni aytib boramiz. Omad hammangizga do'stlar, videomizga bir like bosib, yurakchalarni bosib, do'stlaringiz bilan ulashib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.